Men mana shu maktabga 1996-yil ishga kelgan bo'lsam, ana shu davrlarda paxta dalalariga chiqib, erta bahordan chopiq, yaganalarga ishtirok etganmiz. Kech kuzda esa u paytlarda padbor deb atalardi. Padbor paxtalargacha terib, hattoki kech qorong'ilargacha yurib, paxtalar topshirib, uylarimizga kech kelib, horib charchab, yana ertasiga yana o'sha majburiyatga chiqishimizni his qilib, hatto achinib ham ketardik. Nahotki O'zbekiston o'qituvchisi shunaqa mehnatga jalb etilsa, o'z erki, o'zini xohishi bo'yicha bilim salohiyatini ishga solib ishlay olmasa degan ichimizdagi bir fikrlar ham bo'lib o'tgan. Hattoki esimda o'qituvchilar kunini paxta dalalarini ichida o'tkazardik. Bugun bizni bayramimiz deb alamli xursandchiliklar bilan paxta terib, kim ko'p tersa o'sha eng ilg'or o'qituvchi deb kasb bayramimizni ham paxta dalalarida nishonlagan kunlarimiz bo'lib o'tdi. 2014-2015-yillarda adashmasam kottejlar qurilishi ommaviy tusga kirdi. Ana shu paytda biz o'qituvchilarga bo'lib berildi. Kottejlar Jamashu shaharchasini Mehnatobod mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli o'sha hududda ikkinchi kottej bizni 38-maktabga tushganida ana shu joyga borib, navbatdan o'qituvchilar chelak ko'tarib, zambal ko'tarib, ketmon, belkurak ko'tarib, o'sha kottejlar qurilishida ishtirok etdik. Undan keyin mahallalarga borib, ko'chalarga borib, ko'cha supurdik. Masalan, shu Jamashu shaharchasidagi fuqarolarning ko'chalarini tozalab berdik. Ana o'shanda ham mendan alam o'tib ketdi. Nima uchun biz o'qituvchilar, ziyoli insonlar biz ko'cha supurib yurishimiz kerak? Nima uchun majburiy mehnatga jalb qilinishimiz kerak? Har bir ishni o'zini ustasi qilish kerak degan bizda shunaqa fikrlar o'qituvchilar o'rtasida bo'lar edi. Biz o'shanda o'ylardik, qani endi mana shu og'ir mehnatdan qutulib, o'quvchilarimizga sifatli ta'lim bersak, O'zbekiston yoshlari dunyo yuziga chiqsa, bilim salohiyatlarini namoyish qilishsa degan shirin orzu xayollar bilan yashagandik. Biz o'qituvchilar qachondir kelib, mana shu majburiy mehnatlardan ozod qilinib, o'z erkimiz, konstitutsion huquqimizdan foydalanib, erkin mehnat qilib, mehnatimizga yarasha rag'bat olib ishlashimizni tasavvurimizga ham keltira olmagandik. Mana Xudoga shukr, mana shu kunlarga yetib keldik. Biz o'ylagan orzularimiz albatta mana bugungi kunda ro'yobga chiqyapti, amalga oshirildi. Maqsadim o'qitayotgan o'quvchilarim orasidan bilimli, salohiyatli, mana shu yangi O'zbekistonga munosib farzandlarni o'qitib chiqarish. O'qitayotgan o'quvchilarim orasida fan olimpiadalarida jahon arenalariga chiqadigan o'quvchilarimiz yetishib chiqishini xohlayman. Bugungi kun, bugungi zamon talabi yosh avlodga sifatli zamonaviy ta'lim berish.